Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning gullar uchaman desam ishonmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, Araboyaga ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinga sovchilikka borib kelaylik. Ha, yur. Kelaylik. Xo'p, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigiz shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolmay indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onangning kirdi miyasi zo'r ishlaydi ona. Uyalma, erkak kishsan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroydan Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% chegirma bo'lyapti. Shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmasi xudo kuyov bola juda farosatli. Farosati vich qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri, Araboy aka. O'zingni bos. Chaqiring chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdim eshitmaydi deb. Bo'l, tog'a qiynalmay, o'zim chaqiraman. Ko'z qani. Bosmang. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylar. Ha, so'rintaydi ekan. Mishiga yetib ketmasa, qarang. Qarish. To'p o'tdi Messiga va joyda Messi hal qiladimi? Albatta hal qiladi. Shpaytam qisdaydim, Daho, ha. Bo'letam yerda ammasinikida joylashganda posh. Qorbi. Salomat bo'ling. Qaytib ketdi. Mahmudov? Mahmudov, yaxshimisan? Domla, keling. Assalomu alaykum ustoz. Mahmudov, bugun qorovulagansan. Bitta o'zing qo'rqmang deb sherigiga keldim. Mo'nishab tur. Hojatga o'tib kelay. Bo'pti. Vo'jora. Juda yaxshimisan? Nodirsiz bugun o'tib qoptilar. Ertalab taziyaga o'tib kelamiz. Domla, men bilan, Hozir hazil deb aytaman. Bo'pti, boshqalarga telefon qilishim kerak. Mahmudov, kim bilan gaplashyapsan? Endi xafa bo'lmaysan, Mahmudov darsda bolalarga baqirib o'rganib qolibman. Chiq o'tiraman demaysan, chiq. Senga nimadir olib keldim. Ha, raya suvi, har xil ta'mlari bor. Senga yoqadi deb xon ta'mlisini oldim. Anjandan chiqadi. Domla, men ham anjandan chiqqanman. Lekin ertaga peshinga chiqmasam bo'ldi-da, domla. Hashalarim rosa ko'p ekan, oyog'imni mamatala qilib tashadi. Ustoz, oyog'ingiz tuyog'mi? Qanaqa tuyoq? Jundor odamman, bilasan. Men hojatga chiqib kelay. Qo'y-ya, qayga ketyapsan? Yaxshi ham tushib ekan. Qo'yog'im chiqib qoldi. Shu zormanda o'lgurdi, qaytib ichsam, it o'lay. Mahmudov, u orqangga shuni hozir maza qilib ichardi-ku. Onangni emgir. Bugun tug'ilgan kunim. Voy, shu uyalchan kuyovimiz rosa polpista. To'g'ri qilib cho'san. Qaynatammi? Sharmanda bo'lding. Kelinglar, assalomu alaykum. Tort, farosati yo'q. Tort. Tonnasizda dadasi. Harbiylak yomani. Voy, o'lmasam sharmanda. Mososramasdan tortishinglar qizinglarga. Trend olyapmiz. Men choy damlab kelay. Voy, sharmanda qilmang, hozir o'zim damlab kelaman. Bola tug'ilgan kuningiz bilan ana sirni kiyib yurasiz. Tug'ilgan kunlar bilan. Og'ziga so'zga solganingizga xafa bo'lib qoldi shekilli. Dadasi? Onagina ham tug'ilgan kunimga xush kelibsizlar, Abdushi. Assalomu alaykum kiybola. Dada, siz oyog'ingizni yuvib keling. Agar oldimda o'tirsa, tishingizni ham yuvib keling, boring. Voy, o'ling. Voy, o'zingizcha sifatni bermang, gigiyenaga qarasin deyapman. 30 yil yashadingizmi shu odam bilan? Bitta savol kelyapti-da. Chisnovda xomidan yedingizmi, pishgandanmi?
Boringizda siz yuvib keling. Bunaqa o'yin bo'lsa dunyoni tark etging kelib ketadi, tavba qildim. Nasiga ham olib kelamiz tug'ilgan kunga. Hali li deganda olib kelmabsizlar. Bunaqalik sasib yotganlarda 20 ta yotibdi aytdi, yuvilmagan. Voy, adasi ishli bilan bo'lib yuvish esimdan chiqibdi. Qizingiz beparosatlikda birinchi o'rinda turadi. Ishoning, quyib qo'yganda o'zingiz. Voy, qadam o'rgangansiz mana shu narsani. To'xtanglar. Hali paypal sovg'a qilganinglar miyamga chiqib ketdi. Undan ko'ra valni xolodilligida sovg'a qilmaysizlarmi? Samarqandlik opamiz bitta valni xolodilligini sotib oldi, bitta Damas yutib oldi. Kech qoldikmi endi? Ya qanday kech qolasiz? Bitta Damas, bitta Cobalt, bitta Onyx turibdi va ko'plab sovg'alar turibdi. Bitta valni xolodilligini sotib olsangiz bo'ldi. Siz mashina yutib olasiz. Har oyda oxirida o'ynashyapti mashinani. O'zimizning milliy brend hisoblanadi valni xolodilligi. Happy birthday to you. Mana shu o'zingizni qo'yib yuborsiz, ipingizni yechib yuborsiz, bo'shalib ketdingiz. Hozir buyingizni Amerika massasi bilan uraman. Assalomu alaykum aka, keling. Aka, qizimga uzi yomoqchi edim. Xo'p, barmoqlar razmerini bilasizmi? Xo'p, razmeri. Nima qilyapsiz? Nega yer qilyapti? Ha, olganman, taxminan mana shunchada. Buni ko'ringchi, to'g'ri keladi. Bo'ldi aka, shuni olaman. Uka, mana o'zingni shirinlikni ichiga solib olib borasan, surpriz qilmoqchiman. Qizingizga rahmat. Bo'ldi, keyin qilaman. Tezlash. Voy, qaraganda shu o'lgiram. Kir, hojatga ham sensiz kira olma. Birinchi sen kirib olishing kerak. Kir, sen bilan kiraman. Qulpinizga yaxshi o'tiribsanmi? Hech ham o'tkazmagin. O'tirib yeyish orzum menga. Doim xalaqit berasan. Otaga tinchlikmi? To'g'risini aytsam, buni tirjaymi o'lgiram, tinmasdan yashashimga xalaqit qilib kelyapti-da. Ochig'ini aytganda gemoroyi bor. Uyaltirmasang endi Qudrat. Ya otaxon qiynalib yurmang, men sizga bitta dori aytaman, takpay bilan qirilib ketadi. Fulbodiya 600. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Voy dod, rahmat o'g'lim. Yillik og'rig'imni bir deganda big'illatib qo'ydi-ya. Joni sog' bo'lsin ota. Buyurtmaylar tayyor. Rahmat. Bugun senga zo'r surpriz bo'ladi. Shirinlikni yaxshi ko'raman-da. Ko'zingga olaymi o'lgur, moshillab yevording-a molga o'sha. Zo'r ekan-a? O nimadir tiqilmadimi yeyotganingda? Tur ketdi. Atga? Sen ranging jicha g'alati bo'layapti-da, borib analiz topshiramiz. Tur. Nima qiling? Shirinlik yaxshi. Oldinga tish, mol. Ma'rifjon shirinligi qichig'i siz uchun maxsus. Bilsangiz bilarsiz, sizni yaxshi ko'raman do'stim. Oling. Yuzlikmi? Yuzlik bering menga. To'g'risini sen tashlab nima deyman? Xotinimga nima deyman? Nima deyapsiz? Gemoroy tuzalgandan keyin berdingmi? Kelma, hech kim yo'q. Shu Qodirxon ham tugamadi. O'g'il bola? Ha? Katta klavish bor, beraymi? Bosib o'ynaysiz, ha? Ko'rsataymi? Ha? Mana. Ding. Qulog'imni tagiga taraqlatasan, borlar taraqlat. Popinjon. Popinjon. Qurtlaringiz lezinga o'ynayaptimi ichkarida mana? Qilasiz, ha? G'ichiratma, sarindosh bermaydi. Bor yo'q qarang, yozga kirib yo'q. O'g'il bola sizni jicha xafa qilib qo'yapman. Xafa qo'ygan paytlaringiz uyga kirib jicha yig'lab olsangiz ham bo'ladi. Men roziman. Faqat bugun sizni o'zim ota bo'lib, o'zim kiyintirib kelmoqchiman. Nima deysiz? Rostdan. Ha, bo'ldi. Faqat chapillamaysan, yur tez-tez. Ata siz aylantiring, men kiyim tanlab turaman. Mana oyoq kiyimlaringiz qanchadan? Barcha ko'rib turgan oyoq kiyimlaringiz narxi 99 ming so'mdan. Oyog'ingni ko'tarib yur, vijit qilmasdan. Jonim, mana shalvarlar qanchadan? Do'konimizdagi barcha shim va shalvarlar narxi 99 ming so'mdan. Bu ham tishini g'ichiratami? G'ichiratma, sabimni qo'ylab. Bretroz do'koniga mega aksiya e'lon qilganmiz. Barcha tovarlar 99 ming so'mdan. Voy malades, otangizga rahmat. Nima bunning tortyapsan? Narkomanmisan sen, bunning tortasan, ha? Tishlikmi uni uydagilar dunyoga keltirayotganda Nagasaki yo Hiroshima saloyini o'tkazmaganmi? Oka, pulli ovozi asabingizni sal o'ynab qo'ymadim. Yo, pulli ovoz kimga yoqmaydi deysiz, ukajonim. Sani ovoz. To'xtang, men ham bitta sani. Keparodan qo'ysang, shabadasi ham keladi basharamga. Og'zimdan qo'ysang yaxshi bo'ladi. Kelay qo'yib nima qilasan? Qorasan. Yo'q, bor.
Farosatingga paytava dadam uxlayapti ham demaydi, pasaytir ana uni. Pasaytir deyapman men senga. Rahim! Taqqillatorma, sabimga o'ynab. Rahim! Katta qo'layniki taqqillatyapsanmi? Junpay paqqa jun qilaman hozir. Amaga Rahimni chaqirib yuboring, o'ynamoqchi edim. 50 gradus issiqda inayni ammasini uyda o'ynaysanmi? Yo'qol. Voy bu issiq suzma qilib qo'yapti-yu. ¿Y qué fue? Vam taydi ishi, qulam taydi. Katta bola bo'lib qolding. Sal bunday ma'noli qo'shiqlar eshitgan. Masalan, Yulduz Usmonova YouTube'ga kirib qidirgin. YouTube'ga kirib nima qilaman deb, mana Telegramda, Instagram bot bor-ku. Mana qarang. Yulduz Usmonova. Ko'rdingizmi? Nechta ashlash chiqib kelyapti. Temundachi muzikalarchi 8 da konsertni zal har xil equalizerlarda qilsa bo'ladi. YouTube, Instagram, Facebook, TikTokdagi har xil videolarni skachas qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo'q-yo'q, shunaqa narsalar chiqib ketdimi? Ya biz paytda kaseta yurardik. Apkachi? Shahlo Ahmedova. Men seni ko'ryapman. Bolalik zo'r bo'lardi. Sovuq suv ichsam, ayam tayoq bilan urardi. Mosusremay, o'la, rish-rish qilmasdan ayog'ingni ko'tarib yur. Mol. Atay qilyapsan-da, asabimga o'ynab. Maka! Sho'rlatmay qo'y, mol. Ko'pirib ketganini qara. Bolalarni oldida so'kinavermang. Ishlatish kerak-da, mana uni ko'tarib yuravermasdan. Men. Chiroyli ber. Men. Deb porosatingga paytava tiriqlatib ichidan nima qidiryapsan? Nima qidiradi? Go'sht qidiryapti-da. Qo'ydi qo'ltig'i. Chimchiqmisan sen? G'ichirama, sabim dosh bermaydi, g'ichirama. O'ylash kerak-da, g'ichillamaslik uchun. Tiriq ketsa ontar-to'ntar qiladi. O'zi uxlaganda xurragi olami buzadi. Mingillamay o'la. To'g'ri qol nariga chiqib yot. Yashamayli ekanda. Fireball. Rahmoq uyg'onib ketadi hozir. Nima balo, qaynatangiz benzapila yutib yuborganmi? Mana uni qarang. Irmaylarmi? Yo, to'g'risida mana ushang. Aralaymiz, ketdi. Torting. Yur. Kelib qolinglar, mana bolajonlar uchun sharlay shir beramiz. Jinni pochini nima qilding? Pochcha zo'r hurrayotgan ekan. Vulkanizatsiyada ishlasachi, zo'r pul topadi. Bir yo'qol. Voy, adasi. Xudo xola bamisoli poyez ekan. Bu xonadonda yashab bo'lami o'zi, opa? Qanday chidayapsiz? O'rganib ketganman. Yaqinda Ginneslar kitobiga kiritilasizlar. Yana boshlandi ana. Traktorlar tirildi. Opamga ham yuqib bo'pti. Opa, senga maslahat beraymi? Tezroq Xonsaroydan uy olib chiqib ketgin. Mana xurrachilar dastidan donni qullatasizlar. Xonsaroyda uylari pishiq bo'ladi-da. Qani qo'lingni duoga och. Otam senga chiqib ketayotganingda toshdek qotgan borgan joyingda deganmi? Toshdek qotgan, yapishib ketgan. Iloji bo'lsa uyga bormagin. Tushundingmi? Bizga ham yuqtirsan. Yashamayli ekanda. Ambulatoriyaga admin qilgim keladi. Ya tomda buchoy paydo bo'lib qolyapti. Qo'shni chekib otyaptimi deyman-da. Qattuye. O'zimiz tarafdan tushyaptimi buchoy? O'g'il bola qalaysiz? Yaxshi dada. Shu sigaret chekaman, tomoqlarim balg'am bo'lib ketaveryapti-da. Nima qilsam bo'ladi?
Sigaret almashtiring. Hozir bunday qisilab chakadiganlar bor, shunaqadan chaking. Tomda tursam buchoq ko'payib ketibdi. Bunday qarasam siz chekyapsiz. Hijolat oldim, meni o'g'lim emas dedim, yoqalarimni tishlab g'alati bo'lib, bunday qarasam quyib qo'yganda sizda jinni. O'g'il bola keling, jazo turlari. Bu kaltak X Max deyiladi, ajoyib jazo turlari. Bu qalampir Pro. Undan ham zo'rlari bor, mana vazelin kalish, ya'ni vazelin kalish Pro Max. Qaysi birini tanlaysiz o'g'il bola? Dada, kechiring, boshqa qaytib chakmayman. Agar yana bir marta chekadigan bo'lsang, ko'rinmadimi? Keyingi safar ko'rinadi. Qormasin o'g'il bola. Qo'rqitordingiz dada, sigaret chekmayapman. Sigaret chekmayapsan, meni yosh bola qilyapsan, yosh bola ko'ryapsan. Malchishki ko'raveryapsan, to'g'rimi? Sigaret tashlab nosga o'tdingmi? Hayvon ichingga tuflamay o'lgur. Ha? Tez aytish aytaman. Tuti tagida itni rasmi dechi? Tuti tagida itni rasmi. Ha, ketdik. Yasho, hoy! Hoy, hoy, Yasho, hoy! hoy, hoy, Yasho, hoy! hoy. Parasati yo'q, mososramay o'la. Bolalarni so'kormang. Hozir hoy qilib qo'yaman, jimotar. Yasho, hoy! Hoy, yo'y. Chiroyli qil, jahl qilmasdan. Yasho, hoy! Hoy, hoy. Bittasini bermang dada. Meni ammasini uyini talashyapsanmi? Dada, olma bermayapti. Meniki bu. Bo'kkini yeysanlar mash'olman. Dada, hammasini yeyolmaymiz-ku. Yeysan! Tez bo'l, yana bir so'mga turibdi. Yeysanmi? Ikkinchi aka-ukalar narsa talashishgan. Voy dadasi, bolalarimga nima qildi? Bo'kib qoldi. Endi nima qilamiz? Ha, hozir klizma chaqirganman. Yana o'zi ham keldi. Kimdan boshlaymiz? Rahimboy o'g'lim qaydasan? Zapravkadan chiqdim dada, tinchlikmi? Kim bilan kelding? Shu Ruslan ukam deysiz. Dada mana hozir qaytolma esna tushib qolibdi, uzr. Tez-tezga qo'y yog'i. Bu Darmet bolalar dastidan Xonsaroyda Mega Planetda oldida joylashgan Xonsaroy yulduzi loyihasida uy olib chiqib ketamanmi deyman-da. Gazga hayda. Gaz oldim dada. Senga gaz olamiz. Parasati yo'q. Dadam uxlayapti ham demaydi. Boshimda qoq, boshimda. Xo'p. Hozir somsaxonaga sous qilaman. Ey bola. Ey bola. Ey. Ha dada. Qulog'ingga qo'y yog'i, narigi xonagacha eshitilyapti, sal pasaytir. Uzr dada. O'g'lim buni qulog'imi tagida poqqillating. Bu issiqda rosa yoqyapti-da. Xo'p. Nima asabimga o'ynab, paqqillab, chappillab chaynayapsan, asabimga o'ynama. Uzr dada, uzr. Oyog'ingni ko'tara olmay qoldingmi? Asabimga o'ynama, jit qilib. Nariyoqqa qarayon boshla, asabimga o'ynamasdan. Mana shu eski xaladayliga dirilla urib jonga tegdi-da. Valnadan bitta yangisini olaman shekilli. Parasati yo'q, traktorga ham zinalidasa qo'yammi? Yuzini Amerikan massasida urib kelaman, barsaga o'xshab. Parasatni ishlatib, mana uni taqrimenda titillatmasdan. Asabimga o'ynaysan. Men chidolmayman. Dada. Voy, oppoq kiyimlarda uyalchang kuyovim kelyapti. Keling kuyov bola. Yurtib ado bo'lmas dostonlaring bor. Hayajonlamang kuyov bola, ro'zingiz ochilib ketmasin. Voy, bezbet kuyovimiz kelyapti. Men choyxonada qo'y. To'rolida parasati yo'q. Ya assalomu alaykum, iftorlikka chaqirgan voliday muhtaram, qandaysiz? O'zingizdan spot berib voy deb uyalib. O'zingiz 80-70-yillari mahallani aytgan yoshlardan bo'lgansiz. Hozirchi, ya'ni shirinlikni qichig'ini olib keldim. Hozir sizga bersam, siz opukalaringizga tarqataverasizda. Men mashhuraman Xolida deb. Hozir o'zim kirgandan keyin tarqataman, xo'pmi? Davay. Dada ko'rdim, mososramasa archani orqasidan chiqing. Kuyov bola choydan iching. Voy, suv. Kuyov bola yaxshimisiz? Voy dada, siz qayerga ketyapsiz?
Voy, Oysha shirinliklari olib kelgan o'zim uyalchan kuyovimdan aynani. Uyalchan kuyovimiz bor-da. Dada parosatan vijjillagan, sizda vijjilla valla qurtga o'xshab ketgan. Mo'lar ro'zador demaysiz-a? Endi o'g'lim, uzr, meni ozgina mazam yo'q edi. O'zi ambulatoriyaga admin bo'ladigan bo'libsiz. Moshinlashingizni qarang, yeysiz. 10 minut sabr qiling, hozir kiradi, yeysiz hamma bilan. Endi kuyovalar iftorlikka nima olib keldingiz? Mo'ni olib keldim, mo'ni. Mo'ni Oyisha shirinliklarini olib keldim sizga. Va bu Oyisha shirinliklari bananli, shokoladli, qulpinayli, shunaqangi qarsildoq ta'mga ega. Bunichi bunday yoshli 5 yoshli bola yesa ham maza qilib yoradi, bunday yoshli otaxon yesa hamchi o'kirib yoradi, maza qilib yoradi. Ya stop! Ko'zni achishtirib yordi, dada, boring oyog'ingizni yuvib keling. Bo'ldi-da kuyovalar. O'yingizdan ketmay, hamma oxirgi paytda bezbet bo'lib ketyapsiz. Indamagan sari chegaradan chiqyapsiz. Shoshirvordingiz, erkalab ketdingiz, pizuzi-da. Boring, oyog'ingizni yuvib keling, davay, bigon bilan zangil bo'ling, davay. Yuring adam bilan gaplashing. Uyalama. Nimadan uyalasiz? Yeb qo'ymaydilar, dadilroq bo'ling. Qochayapti. Alika, oldin suv ichib yuboring, keyin kelasiz. Adam desa qattiq qo'llar. Ha, ming'illama, qo'qqanni qulog'i sinsin, o'zim gaplashaman dadam bilan. Rahim, oshnasi bordimi? Rahim tog'a. So'ljayib o'tiraverasizmi? Gapiring. Rastavit. Ha, siz ham o'zingizni ko'rsatavermang. Qizimni sevasizmi? Qoshiq olib kel. Nimaga? Tili ketadi hozir buni. Qizinglar qon qo'radi. Soat 2 da ham telefon qiladi. Sizni sevaman, o'lib qolaman, o'zimni o'ldiraman, bir nimalar. Nima deyapsiz? Ha, siz vatentak qilib turing. Nima ish qilasiz? Katta korporatsiya rahbari. Korporatsiya nima degani? Korporativ deyapti. Ani ishchilik qilib o'tiradi-yu, jo'raboshi degandek gap. Hop, kuyovalar. Nima ish qilasiz o'zi? Taksichilik qilaman. Oma kecha yomg'irda shunaqa yondi, soqqani yomon ishladik. Bolalarda огородga o'tkazmaylarda pasha bosadi. Voy, o'l, taksi ekan-ku. Siz Elon Musk qizisiz-a? Pulis jaraqlab yotibdi, to'g'rimi? O'zingiz issiqdan po'marqit materialda ko'ylak kiyib olgansiz. Ha narsani gapiravermang. Ha, siz ham ayezga o'xshamasdan juppa-jup qilib turing. Men shuni shig'iylar sevaman doma. Niyat qilardim bo'lajak qaynama oldiga kelib, yangi chiqqan Honor 400 Lite telefonni qarang asalligini. Sabrissimo. AI kamera tugmasi bilan tez ishga tushirish, yaqinlashtirish va qiyinchiliklarsiz videoga olish imkoniyatiga ega. 108 megapiksel bilan ajoyib suratga olasiz. Uzoq muddatli ishlab beruvchi batareykasi ham mavjud. Qani funksiyalari yoqdimi? Ha? Bo'lajak qaynamga maqtanay dedim, yangi telefonni joningiz sog' bo'lsin. Yashamaylik ekanda. Menga qara, yoshlar baxtli bo'lsin. Bu nonni sindiring. Nonni sindiring, baxtli bo'lsin. Ko'p sindiring. Qani, bismillah, yoshlar baxtli bo'lsin. Ey, otaginam mana masajlar qilib qo'yaman, joningiz sog' bo'lsin. Bosh qo'ying, kallalaringizni bosh qo'ying. Qirs. Voy. Dadasi? Dadasi? Dinnoz yaxshimisan? Charchamas. Men qarang, non sindirildi, ama gapdan qaytish bo'lmasa, erkak bitta gapiradi. Qo'y asultinglar to'ygacha yaxshi bo'lib ketadi.